Joriy yil 27-yanvar kuni davlatimiz rahbari raisligida o'tkazilgan videoselektor yig'ilishida jamoat xavfsizligini ta'minlash tizimini tubdan takomillashtirish, ichki ishlar xizmatlarini tunu kun 3 smenali ish rejimiga o'tkazish bo'yicha zarur vazifalar belgilab berildi. Mazkur topshiriqlar ijrosi doirasida viloyatimizda, xususan Jarqo'rg'on tumanida jamoat xavfsizligini ta'minlash va jinoyatchilikning oldini olishga qaratilgan kompleks chora-tadbirlar izchil amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda Jarqo'rg'on tumanida 66 ta mahallada 245 ming nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. Tahlillarga ko'ra, tumandagi 4 ta mahalla kriminal vaziyati og'ir bo'lgan, shartli ravishda qizil toifaga kiritilgan. Jinoyatchilikka qarshi kurashish, huquqbuzarliklar profilaktikasini kuchaytirish va mahallalarda xavfsiz muhitni barqaror ta'minlash maqsadida tumanda 3 bosqichli tunu kun faoliyat yurituvchi xizmat yo'lga qo'yildi. Ushbu tizim asosida barcha mahallalarga ichki ishlar bo'limining malakali sohaviy xodimlari biriktirilib, ularning hududlarida bevosita ishlashi ta'minlandi. Bizning do'stlik mahallamizda 3510 nafar aholi istiqomat qiladi. 504 ta xonadon, 1005 ta oila istiqomat qiladi. Mahallamiz 5 yildan buyon qizil toifada edi. Hozirda mahallada jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha barcha sa'y-harakatlar olib borilyapti. Hozirda mahallamiz namunali mahalla toifasiga kiradi. Mahallamiz hududida bozor hududida ko'proq jinoyat berishga moyil hudud bo'lganligi uchun hozirda 49 dona kameralar o'rnatildi. 3 tasi yuzni aniqlaydigan kamera, qolgani ko'chalarga, uylarga qo'yildi kameralar. Hozirda jinoyatdan xoli mahallaga aylantirilib, barcha jinoyatni oldini olish bo'yicha chora-tadbir belgilab bo'lganmiz. Profilaktika inspektorlari va mas'ul xizmatchilar tomonidan mahalla yettiligi bilan hamkorlikda manziliy profilaktik ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadbirlar doirasida aholi xonadonlaridagi ijtimoiy holat o'rganilib, xavf omillari aniqlanmoqda. Shuningdek, uyushmagan yoshlar bilan individual suhbatlar o'tkazilib, ularning huquqbuzarlik sodir etishiga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan holatlarning oldi olinmoqda. Jinoyatchilik va huquqbuzarlikni barvaqt oldini olish bo'yicha Do'stlik mahallasi viloyatda eng namunali mahalla sifatida ko'rinib, o'sha namunali mahallani har bitta ko'chasidan tortib, har bir yo'lagigacha prezidentimiz birinchi sonli qarori bo'yicha xavfsiz yo'lak, xavfsiz ko'cha tashkil etildi. Ko'chalar yorug' holatda, kameralar muntazam ravishda ishlashi ta'minlandi. Shuningdek, tumanda jamoat xavfsizligini mustahkamlashda qo'riqlash xizmatining o'rni va ahamiyatini oshirishga ham alohida e'tibor qaratilgan. Do'stlik va Qorayantoq mahallalarida fuqarolar va tadbirkorlar ishtirokida profilaktik targ'ibot tadbirlari davomida qo'riqlash signalizatsiyalari, tashvish tugmachalari va zamonaviy texnik vositalarning afzalliklari tushuntirildi. Shundan so'ng bir nechta xonadonlar va tadbirkorlik obyektlari qo'riqlov tizimlariga ulandi. Tumanimizda mavjud bo'lgan 4 ta qizil mahallalar hamda 3 ta kriminagen vaziyat og'ir mahallalarda alohida viloyat hamda tuman miqyosidagi rahbarlar biriktirilib, jinoyat va huquqbuzarlikdan xoli mahallaga aylantirish bo'yicha individual ishlab chiqildi. Rahbarlar, sohaviy xizmat rahbarlari birgalikda mahallani jinoyat va huquqbuzarlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha profilaktika inspektori hamda tungi vaqtda xizmat olib borish uchun qo'shimcha kuch vositalar jalb etildi. 4 ta qizil mahallani kelgusi birinchi chorak yakuniga qadar sariq mahallaga o'zgartirish bo'yicha alohida reja ishlab chiqildi. Bizning Qorayantoq mahallamizda 2020 ta xonadon mavjud. Ushbu 2020 ta xonadonda 8074 ta aholi istiqomat qiladi. Hozirgi kunda mahallamizda 78 ta kamera o'rnatilgan bo'lib, ushbu 78 ta kameradan 4 tasi Face ID, ya'ni yuzni tanib olishga, moslashga kamera hisoblanadi. Bundan tashqari 4 ta avtoraqamni ro'yxatga oladigan kamera hisoblanib, qolgan 70 ta kuzatuv kamerasi hisoblanadi. Bundan tashqari mahallamizda 70 ta xavfsiz yo'lak tashkil etilib, ushbu xavfsiz yo'lak barcha xonadonlar qo'riqlov pultiga ulangan. Ushbu hamkorlikda olib borilgan ishlar natijasida 2025-yilda mahallamiz qizil toifadan yashil toifaga o'tkazildi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida bozorlar faoliyatini tartibga solish va raqamlashtirish ishlari ham izchil davom etmoqda. Chilonzor tajribasi asosida Jarqo'rg'on tumanidagi dehqon va oziq-ovqat bozorlari hududida raqamlashtirish jarayonlari jadallashtirildi. Savdo jarayonlari elektron tizimlar asosida nazoratga olinib, bozor hududlari zamonaviy video kuzatuv kameralari bilan jihozlandi. Shuningdek, bozorlarda alohida patrul yo'nalishlari tashkil etilib, jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklarning oldini olish va fuqarolar xavfsizligini ta'minlash choralari kuchaytirildi. Ushbu patrul xizmatlari savdo jarayonlarining tartibli va xavfsiz tashkil etilishiga xizmat qilmoqda. Jarqo'rg'on tumanida qizil hududlarda tezkor harakatlanuvchi guruhning xizmat olib borishi, ishonchli hamda sifatli, namunali xizmatlariga
elimizning, yurtimizning ishonchi ortib bormoqda. Bu yil davomida bevosita o'sha ishlab chiqarish korxonalari hamda fuqarolarning obyektlari, do'konlari, ishlab chiqarish muassasalari, ommaviy ovqatlanish joylari, jamoat joylari, bundan tashqari fuqarolar ko'p yig'iladigan savdo majmualari markazlariga qo'riqlash xizmatining tashvish tugmalari o'rnatilganligi bunga ham yaqqol misol bo'la oladi. Undan tashqari fuqarolar ko'p to'planadigan joylar, ya'ni umumiy ovqatlanish shoxobchalari, ya'ni davlat idoralarini yonlarida qo'riqlash xizmatining bevosita profilaktika tadbirlari hamda qizil hududga tushgan mahalla hamda savdo sotiq binolari, ko'ngilochar joylarga tezkor xizmat xodimlarimiz tunu kun xizmatga jalb etilganligi bu xavfsizlik darajasidan yuqori ko'rsatkich berishni yaqqol namoyon deb olsak bo'ladi. Ta'lim muassasalarida ham xavfsizlik masalalari ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Tumandagi maktablarda inspektor psixologlar tomonidan o'quvchilar bilan muntazam profilaktik suhbatlar o'tkazilib, ularning ruhiy holati va ijtimoiy muammolari o'rganilmoqda. Ta'lim muassasalarida video kuzatuv moslamalari va xavfsizlik tizimlari bilan jihozlashga alohida e'tibor qaratilgan. Hozirgi kunda tumanimizda maktab o'quvchilarini davomatini olish zamonaviy turniketlar, ya'ni yuzni tanib olish Face ID orqali amalga oshirilmoqda. Buni yaqqol misolni aytadigan bo'lsak, menga biriktirilgan Jarqon tumani 11-sonli umumta'lim maktabida ham har bir sinflarimiz ovozini yozib oluvchi kameralar bilan jihozlangan. Biz buni o'quvchilarning davomatini olishimizda avvallari sinfxonalar bilan jurnallardan ko'rganimizda, hozir esa faqat shu kamera orqali aniqlashtirib olamiz. Bizning maktabimizda 2024-yil, 2025-yil o'quv mobaynida hech qanday jinoyat sodir etilmadi. Buning zamirida yangi zamonaviy turniketlar, kameralarning roli albatta katta. Bundan tashqari, yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida maktablar va aholi gavjum hududlar oldida yo'l chiziqlari yangilanib, sun'iy notekislar va yo'l belgilari o'rnatildi. Bir so'z bilan ifoda etganda, hududlarda olib borilayotgan tizimli chora-tadbirlar jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyatchilikning oldini olish va aholi tinchligini mustahkamlashda muhim ahamiyatga ega.